Bizda o'yin boshlanmoqda. Lekin ovoz eshitilmaydi. Eshitilar? Qaysi o'yinda boshlanadi o'yin? Tursun oldidan? Boshqa Bos. Bos. Va Nachat. Qotsam men to'xtatib turaman. Otmay tur lekin. Otmayman, to'g'ri. Aytaman Va g'alaba shaylari menga siqilyapti. Afsus, men oddiy telefonda Asadni yutdim va bu telefonda yutishim mumkin. Chunki lekin men bu telefonni o'rganmaganim uchun bunga yutqizish ehtimolim ham bor. Men просто toshkentlikcha gaplashaman, lekin qushlar qilaman deb qo'ydi. Ha. Turishdan. O'yin boshlandi. Men Azbirni kutib turibman. Yaxshi bo'lishini. Bak, to'xtab qoldi. Bo'lsa aytsin. Chiq bo'ldimi? Mayni suyab turaman. Javohirga qarshi Azbek o'yini. Azbek birinchi o'rinni oldi. Hisob 1-0. Qanday olib ketding hozir bilmay qoldim. Javohir hitlar berib o'tdi va Lunalo Tursunolti va ketyapti va u Tusan orqasiga o'tdi. Azbek hitlar berdi va bir HP jon. Yaxshi. Hali Azbek o'ldirib ketsa bo'ladi, chunki bir HP jon. Javohirda bir HP va ikkita hit. Va telefon almashdi, chunki birinchi Azbek o'ynayotgan telefon ko'tarildi. Almashdi va Javohir baribir talantini yo'qotmagan ekan. Bitta hit berdi va oddiy jonlar ketdi. Javohir jon bir HP qolganda va sakrab kelganda o'lib ketdi. Va Azbek yana o'ldirib qo'ydi. Hisob 5-0 va Azbek yana o'ldirdi. Endi Azbekni telefonini ko'ramiz. Yaxshi, Azbekning joni 1 HPmi? Yo'q. 1 HPdan salkam qoldi va Azbek o'rtancha aptechka urdi. Va Javohir joni yarimdan kam edi va o'ldirib ketdi. Qo'tyapti biz. Hali Javohirda va o'lib ketdi. Butini qisib o'tdi, bilan sardor. Yaxshi, Javohir hitlar berib o'tib ketdi. Endi Azbek o'z bazasidan boshlanadi. U shak olishi mumkin edi, lekin shak olmadi. Javohirning joni yarimdan kam qoldi va u hitlar bilan hisobda Turshot orqada yaxshi ketyapti va Javohir o'lib qoldi. O'yinchilar tomonidan norozilik berildi. Sardor vaqtida gapirma, kattalar gapirishim kerak. Kim bilsa Turishim kerak ekan. Va turnir hozir 18 yoshdan oshganman. Chunki uning tur 116 miltig'i, birinchi tur 116 miltig'i yakkaga qo'yildi va Javohir kallani bo'rish orqali jon ketkazmoqchi edi, lekin Azbek yutib ketdi. Jon 1 HP. Azbek o'ttancha aptechka uryapti va urdi. Joni va ko'paydi. Va Javohir 1 HP bilan yutdi. Hisob 11-7. Azbek yutyapti. Yaxshi, Javohir 8 bo'ldi. Hozir militsiyaga tiqiyoradi, YouTube'ga chiqarsak. YouTube'ga chiqaramiz. Молодец. 5
shotdan keyin, 2 shotdan keyin ko'rishamiz. Olg'a. Bir shot qoldimi? Son 2 shot va biz yana gapirishni boshlaymiz. Va